Jizzax shahrida prezidentimiz tashabbusi va g'oyasi asosida xalqning ardoqli erka farzandlari shoir Hamid Olimjon va Zulfiya xonim xotirasiga bag'ishlab barpo etilgan bog' hamda yodgorlik majmuasi bugun viloyatning tashrif qog'oziga aylandi. Yildan yilga ko'kka bo'y cho'zib, bog'ga go'zallik baxsh etayotgan daraxtlar ulg'ayib, ikki ulug' ijodkor siymosi atrofiga husnkorlik baxsh etyapti. Qalban vatanni, ona tabiatni, uning bog'i, guli gulzori, daryo-yu kengliklarni sevgan va kuylagan Jizzax o'g'loni Hamid Olimjon tasavvuridagi bog' bugun haqiqatga aylanib, nafaqat ijod ahliga, balki ilm va toliblar uchun bahavo go'shaga aylangan. Bog'ga hamohang tarzda barpo etilgan uy muzeyi va ixtisoslashtirilgan ijod maktabini xalqning suyukli farzandlari xotirasiga ko'rsatilgan alohida ehtirom ifodasi deyish mumkin. Bu ajib hamohanglik tashrif buyuruvchilarning ikki buyuk qalb sohiblari haqidagi tasavvurlarni yanada boyitadi. Uzoqni o'ylab, keng tafakkur ila yaratilgan bog' bugun chin ma'noda ijodkorlar va iste'dodli yoshlarga maskandir. Aytmoqchi bo'layotganimiz butun umri davomida o'z xalqiga xizmat qilgan, baxtli kelajakka undovchi she'rlari bilan kishilarga ilhom bergan zabardast kuychi ijodkorlarning bugun munosib davomchilari bor. Hamid Olimjon qisqa umri sabab aytolmay qolgan qalb nidosini, sog'inch va hijron bois qog'ozga tushmagan Zulfiyaning ko'ngil nolasini bugun ijod maktabi o'quvchilari davom ettirib, ularga munosib shogird bo'lib yetishmoqda. Bizning o'quv maskanimiz o'z nomi bilan ijod maktabi deb yuritiladi. Bundan ko'rinadiki, ushbu maskanimizda o'quvchilarning ijod qilishlari uchun qolaversa, biz pedagoglarning ham o'z ustimizda ishlashimiz, ijodiy namunalarimizni yaratishimiz uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Maktabda yaratilgan sog'lom muhit o'quvchilarni turli yutuqlarga erishishlari uchun yoki o'qituvchilarning ham o'zlarining keng imkoniyatlarini ko'rsatib berishlari uchun tayanch vazifasini bajaradi. Maktabimizda ona tili va adabiyot fanlari boshqa maktablardan farqli ravishda o'quvchilarni bo'lingan holda o'tiladi mashg'ulotlarimiz. Bu esa o'quvchilarning bilimini yanada boyishi uchun, ularning dunyoqarashining kengayishi uchun asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Men ona tili va adabiyot fanini o'quvchilarga o'rgatish jarayonida imkon qadar ularni o'zimizning o'zbek tilimizda sof so'zlashishlariga undashga harakat qilaman. Bugungi kundagi eng katta muammolardan biri, hammamiz yaxshi bilamiz, ona tilimizga o'rinsiz chet so'zlarini qo'shib qo'llash. Biz o'quvchilarda buni bartaraf etish uchun turli metodlardan foydalanamiz. Masalan, o'zim o'quvchilar agar darsda o'rinsiz chet so'zlarini qo'llashsa, ularni avvalo baholarini pasaytirib jazolayman. Bu esa o'quvchilarda o'zbek tilimizga bo'lgan hurmatni yanada oshirib, faqatgina sof o'zbek tilini qo'llashlari uchun turtki bo'ladi. Masalan, o'quvchilar darsga 1 daqiqa, 2 daqiqa kechikib qolishdi. Uning sababini so'raganimda, "Uspet qila olmadim" deb javob berishadi. Shunda ularga murojaat qilaman. Uspet so'zining o'zbekcha varianti qaysi? Ulgura olmadim deb javob berishadi va o'zimizning o'zbek tilimiz qanchalik jarangdor ekanligini nafaqat darsda, balki ko'chada, oilada, do'stlar bilan yoki ota-ona bilan muloqot qilish jarayonida ham o'zimizni sof o'zbek tilidan qo'llashlarini ularga o'qitiraman. Mana shunday darslarni o'tish jarayoni, ularga beriladigan saboqlar o'quvchilarning turli yutuqlarga erishishlariga sabab bo'lyapti. Jumladan 2024-2025 o'quv yilida 9-A sinf o'quvchisi Ahmedov Hojimurod ona tili va adabiyot fanidan viloyat bosqichida faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari, maktabimiz ijod maktabi bo'lganligi uchun men dars berayotgan o'quvchilar har yili zomin seminarida ishtirok etishadi va munosib o'rinlarni qo'lga kiritishadi. Bularning barchasi maktabimizda yaratilgan qulay sharoitlar natijasi. Davlatimiz rahbari tomonidan maktabimizga juda katta e'tibor qaratilgan. Buning yaqqol namunasi sifatida o'quvchilarimizning ijodiy namunalarining nashrlari
tekin holda chiqishini keltirishimiz mumkin. O'tgan yili 4 nafar o'quvchimiz ilk to'plamlarini o'quvchilarga taqdim qilishgan bo'lsa, bu yil ham xuddi shu an'anani davom ettirish maqsadida bir nechta o'quvchilarimiz o'zlarining ijodiy namunalarini nashrga tayyorlashmoqda. Jumladan 8-D sinf o'quvchisi Murodova Zarina o'zining she'rlarini to'plam holida tayyorlab, nashr qilishga tayyorlab kelmoqda. Darhaqiqat, bundan 8 yil oldin davlatimiz rahbari tashabbusi va taklifi bilan ish boshlagan Hamid Olimjon va Zulfiya ijod maktabi shu yillar davomida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Shu kunga qadar 14 nafar o'quvchilarning ilk she'riy to'plamlari chop etildi. Viloyat hokimligi homiyligida 6 ta kitob Respublika Yozuvchilar uyushmasining ijod fondida nashr etildi. Bundan tashqari har yili maktab o'quvchilari turli respublika va xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, nufuzli o'rinlarni qo'lga kiritib kelyapti. Bundan tashqari yosh ijodkorlarning orzusi va intilishiga aylangan Zomin seminarida ham mazkur maktab o'quvchilari doim faol qatnashib, mamlakatimizning taniqli ijodkorlari e'tiboriga hamda e'tirofiga sazovor bo'lib kelmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Zomin 2025 seminarining ishtirokchilarimiz. Men u yerda nasr yo'nalishi bo'yicha qatnashdim. Bizga Ma'mura Zohidova, Kengizboy Yo'ldoshev, Nurulla Chori kabi ustozlarimiz mahorat darslarini olib borishdi. U yerda biz yanada ijodiy mahoratimizni oshirdik. Ular bizning hikoyadagi xatolarimizni to'g'rilashga yordam berishdi. Bundan tashqari mazkur yilning 5-mayida Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan ijodiy olimpiadada ham 2-o'rinni qo'lga kiritgandim. Zomin seminari esa yanagi yilgi ijodiy olimpiadaga yaxshi qatnashishimga turtki bo'ldi. Biz ijodkor yoshlar uchun Zomin seminari yana bir karra imkoniyat bo'ldi. O'z ijodimizni yuksaltirish, yanada boyitish, xatolarimizni anglash uchun. Masalan, har bir ustozimiz bizga o'z yo'nalishimizda o'z maslahatlarini berishdi. Masalan, Sirojiddin Said ustozni she'ridan bir parcha bizni ichimizda qandaydir tug'yonlarni uyg'otdi. Masalan, aytildi: "Vatanga suyanmangiz, vatanga tayanch bo'ling" deyishgandi. Vatanimizni ravnaqi uchun biz o'z hissamizni qo'shish uchun iloji boricha qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz yoki Mahmud Toyir ustozimiz aytganda, tog'larga chiqqanlar tog' bo'lib qaytar deb. Xuddi shunday gaplari o'z tasdig'ini topdi. Biz o'zimiz uchun jamiki yuksak mahoratlarni oldik ustozlarimizdan. Undan tashqari Zomin nafaqat manzarasi biz uchun ilhom bo'ldi. Bu yerdagi ijodkorlarni ko'zdan chaqnab turgan olov bizni yanada shijoatimizni orttirdi. Ustozlarimizning har bir mahorat darslari biz uchun foydali bo'ldi. Hamma o'z hikoyalarini, men o'zim nasr yo'nalishida qatnashgan bo'lsam, har bir ijodkor o'zini ijod namunalarini taqdim etdi ustozlarga. Ustozlar o'zlari har bitta inson uchun bittalab vaqt ajratib, har birimiz bilan alohida shug'ullandi. Ular ham o'z xatolarini angladi. Nafaqat muhit almashildi bizda, ularning ijod namunalarini tingladik. Bu holatdan biz juda ham xursand bo'ldik. Men Zomin yosh ijodkorlar seminarida nazm yo'nalishi bo'yicha ishtirok etdim va u yerda tengdoshlarim o'zlarining ijod namunalarini taqdim etdi va mening ham Adiblar xiyoboni nomli she'rim tengdoshlarim va ustozlarim orasida maqtovlarga sazovor bo'ldi. Va bu she'rimdan sizlarga ham bir shingil o'qib bermoqchiman. Adiblar xiyoboni. Adiblar bog'iga boringiz bir bor. Ko'rinadi shonli, jilvakor o'tmish. Yod etib nomlarin har doim takror. Go'zalmasmi faxr hissini tuyish. Suhbat qurar oydin kechada cho'lpon. U bilan so'zlashar eng yorug' yulduz. Qo'lida sham ushlab turar Qodiriy. Kumushni yo'qotib ko'zida afsus. Hamsasi biz bilan Navoiy uyg'oq. Bog'dagi xonishni Mavlona bildi. Kapalakning do'sti Lola qizg'aldoq. Muhammadni so'rab yonimga keldi. Ba'zilar tirikdir, lek qoldirmas iz. Boqiylikka boylik bo'lmaydi lozim. Aytgum nomlarini eshitganim mahal. Yo'q, ular hayotdir, qalblarda doim. O'tayotgan yillar davomida maktabda
pedagog va o'quvchilarning ilmiy salohiyati sezilarli darajada yuksaldi. Jumladan bugunga qadar ona tili va adabiyot fanidan 9 nafar, tarix fanidan 3 nafar, geografiya fanidan 1 nafar, ingliz tili fanidan 2 nafar o'quvchi asosiy fan olimpiadalarining viloyat bosqichlarida faxrli o'rinni egallagan bo'lsa, 3 nafar o'quvchi respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. 15 nafar o'quvchi ingliz tilidan IELTS, 50 nafardan ortiq o'quvchilar SEFR, 80 nafarga yaqin o'quvchilar ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. O'quvchilarni oliy ta'limga jalb etish ko'rsatkichi har yili yuqori natijalarni ko'rsatib kelayotgani bois, mazkur maktab respublika miqyosida yetakchi ta'lim maskani sifatida e'tirof etib kelinyapti. Bugungi kunga qadar ham bitiruvchilarimiz oliy ta'lim muassasalariga 100% talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishgan, lekin bu yilni undan farqi sifat darajasining yuqoriligida. Sababiki 35 ta o'quvchimiz maktabni tamomlagan bo'lsa, shundan 26 nafari davlat granti asosida oliy ta'lim muassasalarining talabalariga aylanishdi. Yana bir quvonarli hol, o'sha o'quvchilarimizning ichida bir nafari El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasini nomzodi sifatida bugungi kunda mana Amerikaning Arizonadagi xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha tahsil olish baxtiga muyassar bo'ldi. Yana bir o'quvchimiz esa Koreyada, Seulda, o'sha u ham davlat granti asosida o'qishini hozir boshlab yuborgan. Buni hammasi albatta ustozlarning tinimsiz mehnati. Yana bitta narsaki, shu prezidentimizni har bir ta'lim to'g'risida, umuman ta'lim yuzasidan nimaiki yaxshi takliflar bo'lsa, barchasini qo'llab-quvvatlayotganlar deb o'ylayman. Bugungi kunda shu ta'lim bo'yicha juda ko'p o'zgarishlar, bularning hammasi davlatimizni, xalqimizni, o'sha mamlakatni ta'limni jamiyat hayotidagi eng ustuvor hodisa ekanligi, eng ustuvor yo'nalish ekanligini bilganliklar va shunga bo'lgan e'tiborni natijalari, samaralari deb o'ylayman. Biz endi maktabimiz mana 8 yildan oshdi faoliyat yuritayotganiga, albatta o'zini yo'nalishini, o'zini maqsadini belgilab olgan. Bu yilgi bitiruvchilarimiz ham ularni ancha foizi, 50% desam adashmayman. Allaqachon qaysidir bir oliygohlarning talabasi bo'lib ulgurganlar, lekin ular hali ham o'sishdan, o'qishdan, o'rganishdan to'xtayotgani yo'q. Chunki ular o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim davom etishi kerak. Hayotda ularning maqsadlari nihoyatda yuqori. O'zbekistonning kelajagini, mamlakatni ham iqtisodiy, ijtimoiy hayotini har tomonlama ta'minlaydigan, go'zal qiladigan kadrlar bo'lish uchun o'quvchilarimiz har tomonlama tayyorlashga harakat qilamiz. Albatta nimagadir erishish uchun nimadandir kechishga to'g'ri keladi. Birinchi o'rinda o'ylaymanki, maktabimizdagi ta'lim bilan birgalikda tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yilganligi. Shu maktabdagi o'qituvchilar, pedagoglar jamoasi deysizmi, o'quvchilar jamoasi deysizmi, hammasi birgalikda bir yoqadan bosh chiqaradi. Shu maktabni sharafini himoya qilish uchun. Ularni oliy maqsadi ham shu. Chunki bugunga qadar erishgan yutuqlarimiz o'zi emas. Shu respublikamizda viloyat sharafini himoya qilib kelyapti. Mana ona til va adabiyot fanidan 2 yildan buyon respublikadagi birinchi o'rinni biz maktabimiz o'quvchilari olyapti. Bu ham oson emas va yana eng murakkabi ana shu erishilgan yutuqlarni qo'lda tutib qolish. Shu uchun tinimsiz harakat qilishadi. Maktabimiz bilasiz, ijod maktabi respublikadagi ijodiy olimpiadada Abdualim va Jasmina o'quvchimiz respublikada 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Ham ijodiy, ham ilmiy tomondan tinimsiz harakatdamiz. Albatta jamoaning mehnati, ustozlarimizning mehnati deb o'ylayman. Maktabda har bir o'quvchi shu erta tongdan turgandan boshlab ilm olishga harakat qilishadi. Ayniqsa o'sha tushlikka qadar dars paytlari, dars tugagandan keyin ham o'quvchilarning bo'sh vaqti bo'lmaydi. Chunki o'sha berilgan vazifalar bilan shug'ullanish, undan tashqari to'garaklar bor. Ularni qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan to'garaklar bor. Ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan, til o'rganishlari mumkin yoki kasb hunar bilan bog'liq to'garaklarimiz bor. Ana shularda muntazam qatnashadi. To uyqu vaqtiga qadar o'quvchilarimizni bo'sh vaqti bo'lmaydi va maktabga kelgan odam hech qachon bo'sh yurgan o'quvchini uchratmaydi. Iqtidorli o'quvchilarga ta'lim berib kelayotgan ko'plab o'qituvchilar oliy toifa sertifikatlarini qo'lga kiritishdi. Ana shu ustoz murabbiylar ko'magi bilan joriy yilda ham maktab bitiruvchilarining 7 nafari allaqachon oliy ta'lim uchun maksimal 189 ballni qo'lga kiritib,
oliy o'quv yurti talabasi degan nomga sazovor bo'lishdi. Men ushbu maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Hozirda yo'nalishim bo'yicha, ya'ni xalqaro iqtisodiyot bo'yicha barcha milliy sertifikatlarga egaman va muddatidan oldin 182 ballni qo'lga kiritdim. Buning hammasi maktabimizda ko'rsatilayotgan sharoitlar va ustozlarimizning mehnati samarasidir. Hozirdan ham o'qishdan to'xtab qolganim yo'q. Asosiy maqsadim xalqaro universitetlarga kirish va bu maqsad yo'lida IELTS va SAT imtihonlarini topshirdim va yuqori ballni qo'lga kiritdim. Kelajakda oliy ta'limda o'qishni davom ettirib, o'z kasbimning ustasi bo'lmoqchiman va vatanimizga munosib hissa qo'shishga harakat qilaman. Bizning ijod maktabimiz oddiy maktablardan farq qiladi. Ustozlarimiz juda talabchan va har bir sinfda 20 ta o'quvchi bor. Ba'zi hollarda, ba'zi fanlarda o'quvchilar ikkiga bo'linib o'tiladi. Bu har bitta o'quvchiga e'tibor kuchli qaratiladi degandir. Har bir o'quvchi o'z ustida ishlab boradi. Darslar tugagandan so'ng ham fan va kasbga yo'naltirilgan to'garaklarga qatnashishadi. Ijod maktabidagi sharoitlar o'quvchilar uchun katta imkoniyatlar ochadi. Yuqoridagi fikrlarimizni davom ettirgan holda shuni aytish mumkinki, Jizzax shahriga ko'rk baxsh etgan Hamid Olimjon va Zulfiya xonim nomidagi ijod maktabi ikki buyuk adabiyot darg'alarining ijodiy merosini asrab-avaylash va uni yoshlarga targ'ib etishdagi ezgu oliyjanob ishlardan biridir.